Assalomu alaykum, hurmatli brifing ishtirokchilari va tumanimiz aholisi. Xalq roziligi bosh maqsadimiz shiori ostida oilalarda tinchlik va xotirjamlikni ta'minlash, nuroniylarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash yuzasidan tumandagi 64 ta mahalla fuqarolar yig'ini tuman ma'naviyat va ma'rifat bo'limi bilan hamkorlikda Nuroniylar markazi oziqatgohida va mahallalarda o'tkazilgan turli xil 130 ta ma'naviy ma'rifiy tadbirlarga 29 nafardan ortiq o'zgalarning parvarishiga muhtoj bo'lgan yakka-yolg'iz va yolg'iz yashovchi keksalar, nogiron bo'lgan nuroniylar faol qatnashdi. Tuman xalq qabulxonasiga ko'p murojaat qiladigan fuqaro va murojaatchilar bilan ishlashga 5 nafardan iborat obro'li nuroniylar ro'yxati shakllantirilib, xalq qabulxona xodimlari bilan birgalikda fuqarolarni qabul qilish ishlari tashkil etilgan. Milliy va diniy qadriyatlarni targ'ib qilish hamda yoshlarni vatanga sadoqat ruhida tarbiyalash, ularni chet g'oyadan asrash yuzasidan 135 dan ortiq ma'naviy ma'rifiy tadbirlar, davra suhbatlari tashkil etib borilmoqda. Tadbirlarda 2799 nafardan ortiq aholi va yoshlar jalb qilingan. Keksa avlod vakillari hamda yoshlar ishtirokida olimlar, targ'ibotchilarni jalb qilgan holda mahallalarda yoshlar, shuningdek uyushmagan tarbiyasi og'ir muammoli yoshlar va kam ta'minlangan oilalardagi yoshlar bilan keksa avlod vakillari ishtirokida 11 marotaba 3 avlod uchrashuvlari o'tkazildi. Tumandagi Nuroniy jamg'armasi jamoatchilik kengashi a'zolari, mahalla raislari hamda mutasaddi tashkilotlar bilan hamkorlikda 1 nafar Ikkinchi jahon urushi qatnashchisi, 19 nafar urush orti mehnat faxriylarini, 72 nafar o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lgan yolg'iz yashovchi yotoqli nuroniylarni qo'llab-quvvatlash, e'zozlash va ularga alohida e'tibor qaratish, o'tganlarini esa xotirlash ishlarini muntazam asosda olib borish hamda hech kim mehr va e'tibordan chetda qolmasin shiori ostida Imom Xatib, oliy ta'limlarda tahsil olayotgan talabalar, ko'cha va faollar tomonidan kam ta'minlangan va ijtimoiy himoyaga muhtoj 2000 dan ortiq oilalarga holdan xabar olinib, homiylar tomonidan berilgan moddiy yordam puli hamda oziq-ovqat mahsulotlari tarqatildi. Toshkent shahar Nuroniy jamg'armasi tomonidan ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan 4 nafar va 100 yosh bilan yuzlashgan 5 nafar nuroniylarga 1 million so'mdan moddiy yordam ko'rsatildi. Olmazor tumanidagi 64 ta mahalla raisining keksalar ishlari bo'yicha maslahatchisi boshchiligida keksalar maslahati guruhi a'zolari, faol nuroniylar ishtirokida haftaning har shanba, yakshanba kunlari o'z mahallasida hamda qabristonlarda doimiy ravishda hasharlar tashkil etilib, nuroniylar yoshlar bilan birgalikda faol qatnashib kelmoqdalar. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 3-yanvardagi 1-sonli qarorining 5-ilovasidagi 2025-yilda tuman mahallalarda xavfsiz muhit yaratish va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olishning samarali tizimini shakllantirishda faol nuroniylarning hissasi ham qo'shilgan. Mahalla yettiligi, keksalar maslahat guruhi, buvijonlar maktabi a'zolari hamkorligida mahallalarda migratsiya, oilaviy ajrim, shahriy nikoh, to'y marosimlarini kam xarajat bo'yicha targ'ibot tadbirlari o'tkazib kelinmoqda. Faol nuroniylar tomonidan mahallalarda ajrim yoqasida turgan oilalarga kerakli fan-nasihat maslahatlar berilib kelinmoqda. Nuroniylar tomonidan berilgan maslahatlar natijasida ko'p oilalar yarashtirishga erishildi. 700 nafar nuroniylar diqqatga sazovor joylar, ziyoratgohlar va yurtimizning so'lim go'shalariga ichki turizm doirasida sayohatlarga jalb etildi. 2022-yil 15-martdagi
167 sonli prezident qarori asosida har oyda suv havzalariga bepul 1 oylik yo'llanma berilib kelinmoqda. Bu safar 13 nafar nuroniylar ushbu imtiyoz bilan foydalanmoqdalar. Toshkent shahar nuroniy jamg'armasi tomonidan 1 nafar nuroniylar Yunusobod tumanida joylashgan nuroniylar sanatoriyasida sog'lomlashtirildi. Tuman hokimining tashabbusi bilan 2025-yil mart oyidan boshlab homiylar yordamida bepul Oltinsoy mahallasi hududida joylashgan nuroniylar markazi sihatgohida tuman mahalla raislarining tavsiyasi asosida mahallada istiqomat qilayotgan, ko'p yillar mehnat qilgan, faol, o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lgan, yolg'iz, yakka yolg'iz va kam ta'minlangan, ijtimoiy himoyaga muhtoj, mehnat davomida o'z sog'liqlarini tiklay olmagan jami 120 nafar nuroniylar sog'lomlashtirildi hamda tuman hokimligi tomonidan ularga esdalik sovg'alar taqdim etib kelinmoqda. Nuroniy har bir oilaga mas'ul loyihasi bo'yicha Olmazor tumanida yashovchi 18 ta notinch, 19 ta nizoli oila, 16 ta ajrim yoqasida turgan va 15 ta boshqa muammoli oilalarga 68 nafar hayotiy tajribaga boy bo'lgan nuroniylar, otaxon va onaxonlar biriktirilgan nuroniylar tomonidan tushuntirish, targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Tumanda bir nuroniy 10 nafar yoshga mas'ul tamoyili asosida har bir mahalladan 10 nafardan tarbiyasi og'ir, ma'naviy ko'makka muhtoj, uyushmagan, ishsiz, profilaktik hisobda turgan jami 634 nafar yoshlarni 64 ta mahalladan hayotiy tajribaga ega bo'lgan, zamonaviy fikrlaydigan faol nuroniylarga biriktirildi. Mahallalardagi yoshlar yetakchilari biriktirilgan nuroniylar bilan birgalikda yuqorida aytib o'tilgan toifadagi yoshlar bilan alohida shug'ullanib, doimiy ravishda olib borilgan profilaktik suhbatlar o'tkazib kelinmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 25 noyabrdagi kambag'allikdan farovonlik sari dasturini amalga oshirishga faol nuroniylarni jalb etish chora tadbirlari to'g'risidagi 405 sonli qarorda belgilab berilgan topshiriq va vazifalarni o'z vaqtida sifatli bajarish maqsadida tumandagi 64 ta mahallalardan yashayotgan juda katta hayotiy tajribaga ega bo'lgan mahalladoshlari orasida o'zining halolligi va to'g'ri so'zligi bilan hurmat va e'tiborga sazovor bo'lgan, mamlakatimizdagi tinchlikning barqarorligi, xalqimiz farovonligi, yurt navnaqi yo'lda fidoyi bo'lgan oilasining tomorqa xo'jaligi bo'lib, ushbu xo'jaligini faol yuritayotgan har bir mahalladan 3 nafar faol nuroniylarni tanlab olinib, ro'yxatlari shakllantirildi hamda ularga 5 tadan kambag'al oilalar biriktirib, ularni kambag'allikdan chiqarishga ko'maklashish ishlari yo'lga qo'yilgan. Hozirgi kunda 192 nafar faol nuroniylarga 925 ta kambag'al oilalar biriktirilgan bo'lib, kambag'al oilalarda kambag'allikdan chiqarish bo'yicha 1658 ta tadbirlar o'tkazilib, ushbu tadbirlarda 3160 nafar faol nuroniylar qatnashgan. Kambag'al oila a'zolarini bandligini ta'minlash yuzasidan biriktirilgan faol nuroniylarning tavsiyasi asosida 86 nafar ishga joylashtirilgan, 43 nafar o'z-o'zini band qilgan, 11 nafar kasbga yo'naltirilgan, shu kabi ishlar davom etib kelmoqda. E'tiboringiz uchun katta rahmat.